Yaxşımısınızlar savodoshlar. Bugungi darsimizda asosliqi mana shu Windows 10 axlatlarni qanday tozalash yoki qaysi xil usulda tozalash. Buningki detal ishlatmay turib tozalgan bo'lgan bir necha xil usul bor. Birinchi usul, ya'ni CD diskininki xarakterini besib turib, ya'ni xosligini besib turib, bu yerdan tozalash knopkasi orqali tozalash. Bu birinchi xil usul tozalash. Mana tanlaymiz. Tanlagandan keyin muqimlashtirib etsekli bo'ldi. Bu birinchi xil usul. Ikkinchi xil usul. Ya'ni belgilashning ichidan sistema shitonning ichidan saqlag'ich, mana saqlag'ichning ichidan buning ichidan vaqtliq ishlatilgan hujjatlarni tozalash degan tur orqali biz tushirgan yoki vaqtliq ishlatgan axlat sandiqidagi hujjatlarni hamshadan o'chirib etsak bo'ladi. Endi yana bir xil usul. Windows bilan R knopkasini besib chiqqan ko'znakka tempi degan xatni yozib turib, bu yerdagi hujjatlarning hammasini o'chirib o'tamiz. Qilib qolgan bevosita ishlayotgan hujjatlar mayli. Endi yana o'xshash usul orqali AVM'ga tempi deganni persentning ichiga elib turib yozamiz, bu yerdagi hujjatlarni o'chirib o'tamiz. Mana shu qilganda kompyuterdagi nurg'unlagan o'shiqcha hujjatlarni, axlatlarni tozalagan bo'ladi. Bo'ldi, anda olsa texmo nadir mazmunlarga qiziqsangiz, bizni qaytib biling, yurak bering, boshqalarga taqib qo'ying. Bizning texmo sarxil mazmunlarimiz buni orqasida.